Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun yangi bog'imizda ish jarayoni. Mana bu kichkinagina spa. Hurmatli kanalimiz a'zolari, oldingi videolarimizda xabar bergandik. Bog' barpo qilyapmiz, xudo xolisa. Mana shu yerga kichkina dam olishga, uncha dam olib o'tirish uchun kichkinagina spa quryapmiz. Xudo xohlasa bu yerda oldingi videolarimizda sizlarga ma'lumot berganmiz. Bog' barpo qilyapmiz. Ya'ni gilos, shponka, olcha ko'chatlaridan iborat bo'lgan mo'jaz bog' tashkil qilyapmiz. Xudo xohlasa bosqichma-bosqich videolarda qo'yib boraveramiz. Raqamlar tepasida. Buni usti xudo xohlasa sement bilan steyashka qilinadi. Bu hozir to'ldirish jarayoni. Xudo xohlasa yana 1-2 kunlardan keyin video qo'yiladi. Bu yerga sement quyiladi xudo xohlasa. Sug'orish inshooti quryapmiz. Xudo xolasa bu yerga hovuz qurmoqchimiz. Uni ham videolarini qo'yib boramiz. O'sha tomchilar sug'orish loyihasini qilmoqchimiz, xudo xolasa usuli bilan. Mana shu yerga pastda uni videolari alohida qo'yib boramiz. Chuqur kovlanadi va ichiga salafan yotqizilib suv to'planadigan, yomg'ir suvlari, ariq suvlari to'planadigan hovuz qilmoqchimiz. Mana bu uncha charchagan paytda dam olib o'tiriladigan supacha. Yengil konstruksiyadan qildik. Xudo xohlasa mana tashlandiq joyi edi. Harakat qilyapmiz. Bir chiroyli bog' qilishga. Hammasiga ko'rib baho berib turasizlar. Like'larni ayamasdan, izohlarda yozib, o'zingizlarning fikrlaringizni bildirsanglar xursand bo'lardik. Izohlarda o'zingizlar yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.